O'rtoqlar, ko'pchilik biladi, zapaska o'rtog'im bor. Bitta zo'r xizmati bor. Qaranglar, masalan, ko'rsataman, o'rtog'im nima xizmat ko'rsatadi. O'zi asli hunari mana shu fannani ko'ryapsiz, holatini. Hamma yo'q sarg'ayib yotibdi. Shuni hozir kraskalarda ko'rasiz. Mana shunaqa xizmat kimga kerak bo'lsa, Farg'ona shahar ichi kirgili bilan birga yurib xizmat ko'rsatishadi. Akril qilasan? Akril qilib xizmatlarni ko'rsa, hozir bitgandan keyin ko'rsan, vandan ko'rib oylar mana. Hamma yo'g'ini mana ko'rib oylar, ko'rsataman yana bir qator. Restauratsiya vanna. Xizmat kimga kerak bo'lsa, Bemalol Mirzo ko'rsin. Aloqaga chiqinglar. Shaxsan o'zim borib qilib beraman vannazni. Bo'ladi. Aynan sizni. Bo'ldi. Vannani holatini qarang. Mana shu holatdan hozir ko'rasiz qanaqa holatga keladi. Kislota sepildi, polностью. Kislotadan keyingi holati bilan yana kraskanlangan holatini ko'rsataman. Shoshilmasdan ko'ring. Kimya. Kimyadan keyingi holati. Hali supermi? Ay bosibsizlar. Krildi mana gruntovka holati ko'ryapsizlar, mana o'zi bilinib turibdi. Qancha joygacha kraska bo'lgan. Mana shu xizmatlarga bemalol ko'rasizlar. Hozir oxirigacha bitsa ko'rsatamiz. Ustamiz shartta xizmatda. Vannamiz mana bitdi. Zavodskiy holatiga keldi. 10 yil garantiyali ish bitadi. 10 yil garantiya beraverasiz usta. Ha, hali nima deydi? Baltoy bilan bola bilan urushmasa, bu oddiy tushib, sho'rayotib o'zidan keyin chayqab chiqib ketsa, 20 yillab xizmat qiladi bu narsa. 20 yilgacha xizmat. Farg'ona bo'ylab yurib, mana shu xizmatlar bitkazishadi. Like bosib, video tarqatib